Aynan Yangiqo'rg'on tumanining Nanay qishlog'ini bilamiz. Bu turizm qishlog'i va u yerda ham infratuzilma, umuman sharoit katta ahamiyatga ega. Va mana shu loyiha doirasida u yerda ham o'sha kerakli, ayni yechimini kutib turgan masalalar hal bo'ldi. Haqiqatda turizm maskanlariga qaraydigan bo'lsak, Nanay, Kosonsoy, Pop tumanlari bizga bilasiz, juda ham turizmga Chust tumani ixtisoslashgan. Mazkur 4 ta hududda ham turizmga olib boruvchi yo'llar ta'mirlandi. Undan tashqari u ko'chalarda ham yoritish tizimi bo'ldi. Tadbirkorlar ham unga qiziqqan holda nafaqat endi bizda bilasiz asosan yozgi turizm rivojlangan bo'lsa, endi ular qishga ham sharoit yaratib, chunki u yerga qishki turizm qilib bo'lmasligi yo'l yo'q edi. U yerga olib borish uchun qishda qorda qanday mashina boradi? Hech kim loy kechib dam olishga bormaydi. Biz o'zimiz Pop tumaniga bordik, shu loyihaga Pop tuman hokimligining tashabbusi bilan Chorkasar hududidagi dam olish maskanini taklif tariqasida berildi. U yerga borsak, qariyb bir 70 ta tadbirkorlik subyekti tog'ga osma ko'prik, piyodalar yo'lak qilib o'zlari tashkil qilishgan, lekin u yerga mashinada olib boruvchi yo'l haddan tashqari tor, juda ham notekis. Hurmatli prezidentimizning tashabbuslari, topshiriqlariga asosan ushbu loyihani ham mazkur tajriba doirasida 4.6 milliard so'm mablag' ajratyapmiz. O'sha bitta Chorkasar hududidagi yangi turizm obyektini buning orqasidan tashkil qilinyapti. Viloyatimizning eng olis hududlaridan biri bo'lgan Nanay turizm qishlog'iga yetib keldik. Xo'sh, bu yerda ayni tajriba asosida qanday ishlar amalga oshirilyapti? E'tibor qiling, 2025-yilning o'zida Zardor tajribasi asosida Nanayda 2,3 kilometr mana shu chiroyli asfalt yo'li, 50 dan ortiq tungi yoritish chiroqlari, shuningdek mana shuncha masofada piyodalar yo'lakchasi ham qurib bitkazilyapti. Amalga oshirilgan ushbu ishlar mana shu yering aholisi uchun eng avvalo xizmat qilsa, hududning turizm imkoniyatlarini oshirishda ham o'ziga xos yangi manba bo'lib xizmat qilyapti. Nanay hududi turizmga ixtisoslashgan bo'lib, mana shu do'stlik mahallamizda ham avvallari turizm faoliyat yuritgan, sayyohlar tashrif buyurgan, biroq tadbirkorlarimiz, kelayotgan sayyohlarimiz shu yo'llarimizni yomonligi, asosan tosh yo'lligi, yoritish yo'lligi sababli juda katta e'tirozlar bo'lardi. Vaholanki dam olish maskanlari ham kam edi. Masalan, kam edi. Ularni ko'paytirish kerak. Uni ko'paytirish, yangi ish o'rni yaratish bo'yicha muhtaram yurtboshimiz ancha topshiriqlar beryaptilar. Shundan kelib chiqib, mana Zarbdor tajribasi bo'yicha bizda ham tumanimizda juda katta yangilik bo'ldi. Juda katta imkoniyatlar ochib berdi. Tadbirkorlarimiz, aholimizdan juda ham katta minnatdorchilik tushyapti yurtboshimizga. Tosh yo'llarimiz asfaltlandi yangitdan. Bundan tashqari qorong'i joylar yoritilib, hamma uchun sharoit yaratildi. Bundan tashqari mana yangi tadbirkorlarimiz, uy mehmonxonalarimiz tashkil qilish boshlandi. Xorijiy sayyohlarimiz yana soni o'tgan yilga nisbatan 2 barobarga oshdi. Albatta, mana ko'ryapmiz, bemalol bu yerda o'sha xalqaro darajada ham turizm endi imkoniyatlarini yaratish mumkin. Juda ham katta tadbirkorlarimizga, aholimizga sharoit yaratildi desak bo'ladi. Mana aytyapsiz, mana shu tarmoq orqali 30 dan ortiq tadbirkorlarni mana shu boradagi loyihalarni endi to'liq ishlab berish mumkin. To'liq ishga tushirildi. 20 dan ortiq tadbirkorlarimiz yangitdan ishga tushirildi. 500 ga yaqin ish o'rinlarimiz yaratildi tadbirkorlarimiz hisobiga. Do'stlik mahallamizda Sohil ko'chasini 24/7 rejimga o'tadigan ko'chaga aylantirganmiz. Buni asfaltlari qilindi. Endi hozir 900 metr piyodalar yo'lachasi bo'lyapti. Bundan tashqari 20 ta ko'cha chiroqlarimizni o'rnatish hisobiga bu yer o'zida 30 ga ortiq yangi tadbirkorlik tashkil qilinadi. Sayyohlarimiz kecha-yu kunduz shu yerga kelib, tashrif buyurib dam olishlari mumkin bo'ladi. Asfalt bo'lmagan, shag'allangan joylar edi, mana ko'rib turganingizdek asfaltlar bo'lib, hamma tomon turizmlarga sharoitlar yaratilib, turistlarni Nanayimizga kelishi 2 hissaga oshdi desak ham bo'ladi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan ajratilgan mablag'lar evaziga Zarbdor tajribasi asosida mana shu Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inimizda 2 kilometr 300 metr asfaltlandi. Ko'cha chiroqlari mana o'zingiz ko'rib turgandek 50 ta ko'cha chiroqlari o'rnatildi. Kechalari yoriq, aholi uchun juda katta sharoitlar yaratib berilmoqda. Ish bilan ta'minlanmoqda nechalari. 5 yil oldin bu yerlarga kelgan odamni ko'rgan bo'lsa, hozirgi paytda kelsa taniy olmay qoladi. Aholini kayfiyatiga ham ta'sir qilyaptimi mana shu o'zgarishlar? Mana yo'llar asfalt bo'libdi. Kayfiyatimiz juda yuqori darajada. Bunaqa joylarni orzu qilingan bir vaqtlar. Juda chiroyli sharoitlar, xalqimiz juda xursand bundan. Xalqi sharoiti juda chiroyli. Odamlar avvallari toza havosi uchun kelgan bo'lsa, bugun haqiqiy bir dam olish maskani sifatida foydalanyapti. Haqiqatda hozirgi shu dam olish maskani hisobida kelmoqda.
hattoki chet eldan, Turkiyadan, Angliyadan kelganlari ham bor. Sharoit juda chiroyli. Mana kelishsin, ko'rishsin bu sharoitlarini. Ilgariga nisbatan taqqoslaydigan bo'lsak, hozirgi davr prezidentimizning sa'y-harakatlari bilan boshlangan ishlar mana juda maqtovga loyiq deyman. Turgan joylarimiz qo'rqinchli bir chiroq yo'q, loy, tosh ko'chalaydi. Mana prezidentimiz harakatlari bilan mana shunchalik darajaga keldi. Yo'llarimiz asfalt qilindi, dam olish maskanlari qurildi. Xursandmiz. Ilgarilari mana shu yerlarga odamlar faqat havosi uchun kelishgan bo'lsa, mana hozirgi davrda qurilishlar bo'lib, o'zgarishlar shu darajada katta bo'ldiki, odamlar ko'p kelib, bu yoqdan dam oluvchilar hatto chet ellardan kelishyapti. Mana bolajonlarimiz o'ynab yuribdi. Bunaqa ilgari velosiped minib yurish olmas edi. Odamlar ham bilyaptimi? Aytishadimi sizga? Albatta biladi. Gaplashamiz. Mana qo'ni-qo'shnilarimiz hamma xursand. Xususan, deylik, mana shu yo'llar asfalt qilinishi, mana chiroqlar, piyodalar yo'laklari qanchalik kerak edi sizni mahallangiz uchun, shu yer uchun? Hozir aytayapman-ku, bundan 5-6 yil oldin mana shu yerlardan yurishga yosh bola emas, hatto kattalar ham qo'rqinchli bo'lgan. G'ira-shirada ko'chaga chiqib qorong'ida chiqib bo'lmas edi. Hozirga qarang, kechasi xuddi kunduzidek yuramiz, bemalol xohlagandek yurib, hattoki mana shu soy bo'ylarini kechqurun aylanib kelamiz o'zlarimiz ham. Mana hattoki dam olgan kelgan odamlarimiz ham xursand bo'lishyapti. Shunaqa bo'lar ekan-ku. Ko'rinishlar yaxshi, chiroyli deb maqtashyapti. Mana shu xalqimizni o'ylab yordam qilishyapti. Rahmat deymiz shuning uchun. Muhtaram prezidentimizning faoliyatlariga e'tibor beradigan bo'lsak, mana shu yangi O'zbekistonni bunyod etishdan avval prezidentimiz hamma hududni biladilar-da. Hamma hududni salohiyatini, hamma hududni o'ziga xos xususiyatlarini biladilar va shu nuqtai nazardan dastlab demak o'zlarining tashabbuslari bilan Zardor tajribasi yo'lga qo'yildi. Bu demak Zardorda yo'lga qo'yilgan loyihalar, Zardorda amalga oshirilgan ishlarni ijobiy tajribasi sifatida respublikaga demak ommalashtirish ko'zda tutilgan edi va bugun ko'rib turibmizki, bu bugun o'zini oqladi. O'zini demak samarali natijasini berdi va Zardor tajribasi orqali mana Namangan viloyatida, birgina viloyatimizning o'zida yuqorida ta'kidlab o'tdik, juda ham ko'plab ish o'rinlari yaratilyapti. Prezidentimizning dono siyosati, oqilona siyosati orqali ham bu demak tajribalar yo'lga qo'yilmoqda va ochiqni aytish kerak, bugun nafaqat xalqimiz, nafaqat qo'shni mamlakatlar, balki bu tajribalarni jahon miqyosida hamjamiyat tomonidan e'tirof etilayotganligi ham mana shu yurtda yashayotgan barcha fuqarolarni xursand qilib, shu bilan birgalikda o'ziga xos g'ururlantiradi desam mubolag'a bo'lmaydi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan ilgari surilayotgan har bitta tashabbus, har bitta yo'lga qo'yilayotgan tajriba kelgusida albatta yurtimizni rivojlangan mamlakatlar qatoriga kirishda juda ham katta ahamiyatga ega bo'ladi. Zardor doirasidagi ushbu amaliy ishlar yakun emas, boshlanishi. Bu shunchaki tajriba ham emas. Bu aniq tizim va mexanizm. Hududlarda iqtisodiyotni jonlantirishda, tadbirkorlarga sharoit yaratishda bu yangi O'zbekistonning yangi qadami.